Qizlar, lyuksdan hech ham kam joyi yo'q. Sizlarga byudjetniy bronzer bilan rumyani ko'rsatmoqchiman. Qimmatbaho Hourglass'ni analogi desa ham bo'ladi. Bu Catrice firmasining mramorniy bronzeri bilan mramorniy rumyanasi. Yuzda svecheniya berib, yaltirab turadi, lekin qizlar bu arzonchi, yaltir-yultir bo'lib ketadigan emas. Haqiqatdan ham teringizda shunaqa ухоженный bo'lib, chiroyli svecheniya berib turadi. Bronzer uchun pushistый kисточка olib suramiz. Qizlar buni rastушевка qilish ham oson. Dog' bo'lib qolib ketmaydi. Yuzda chiroyli delikatniy svecheniya beradi. Это что за красота, qizlar, ko'rasizlarmi rangini? Shikardosna. Rumyanasi juda ham pigmentированный. Shunga mana qanaqadir kesachka olamiz. Pushistый bo'lgan bilan zich joylashmagan. Surdinglar? Обязательно остаткalarini olib tashlaysizlar. Tepaga. Вот. Ну красота же, девочки. Shu idishi menimcha 10 yilga yetsa kerak. Так. Bu qimmat effekt beradi. Qizlar, ishonveringlar. O'rislar aytishadi, холёная кожа deb. Xuddi mana shunaqa. Дорогое свечение изнутри. Bu rumyana bilan bu bronzerga 10 dan 15 baho qo'yardim.